O go'shtlar necha puldan bo'lyapti hozir? Biz supermarketga kelganmiz. Qani ko'ramiz, sotuvchilar ham ingliz tilini bilishadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima? Diyo. O go'shtlar necha puldan bo'lyapti hozir? Go'shtlar 100 ming, 110 ming. Xo'p, ingliz tilini bilasizmi? Ha, bilaman. Aha. Ha, bilaman. Hozir men sizga savol beraman. Topsangiz bizdan sovg'a bor. Xo'p, birinchi savolimiz go'sht ingliz tilida nima? Go'sht meat. Keyingisi xaridor nima bo'ladi ingliz tilida? Xaridor. Xaridor nima bo'ladi ingliz tilida? Xaridor. Customer bo'ladi. Customer. Da. Va keyingi savolimiz bu sotib olish. Sotib olish buy. Narx nima degani? Narx price. Va oxirgisi sotmoq. Sell. Katta rahmat sizga. Siz ingliz tilini bilar ekansiz. Xo'p, endi biz sovg'amizni beramiz. Va sizga salomat bo'ling.